Hop, bugun hosila haqida dars o'tamiz. Aniqrog'i, hosilani fizikaga qo'llash. Demak, boshladik. Hop, demak, birinchi narsa, demak, hosila o'zi nima? Demak, bizlarda odatda mana bunaqa bo'ladi. Y teng qanaqadir funksiya, misol uchun ax kvadrat plus b sinus x degan mana shunaqa murakkab funksiya bo'lsa, xo'p, funksiya degani nima degani? O'zi sodda qilib aytilsa, x ning o'zgarishi bilan shu bilan yoki o'zgarishi bilan yoki bog'liq, o'zgarishiga bog'liq y ning o'zgarishi. Demak, funksiya deganimiz, agar sodda ko'cha tilida aytayotgan bo'lsak, x ni biror bir x demak, kattalik yoki qanaqadir sonlar to'plamining o'zgarishi bilan y agar o'sha x ga bog'liq ravishda o'zgarsa, demak biz buni funksiya derganmiz. Endi savol tug'iladi. Misol uchun o'zgarish jarayoni yoki tezligi qanday? O'zgarish tezligi. Ya'ni o'zgarish deganda nimani nazarda tutamiz? Bizlar yo oshishini yo kamayishini nazarda tutamiz. Demak, oshsa ham, kamaysa ham u o'zgarish hisoblanadi. Va mana shu o'zgarish agar demak juda kichik bo'ladigan bo'lsa, umuman juda kichik bo'ladigan emas. Misol uchun o'sha o'zgarishni tezligini qanday qilib hisoblashimiz mumkin bo'lar ekan? Ya'ni x juda kam miqdorga o'zgarganda y qanchaga o'zgaryapti? Demak, hosila deganimiz hosila dy taqsim dx bo'ladi. Va bu funksiyaning o'zgarish tezligi bo'ladi. Endi agar hosila manfiy bo'lsa, son qiymati kamayayotgan bo'ladi. Hosila 0 dan katta bo'lsa, oshayotgan bo'ladi. Yoki o'suvchi deymiz, oshuvchi farq yo'q. Xo'p, y hosilani, demak, mana shunaqa ma'nosi bor ekan. Endi bizlarda mana shu y va x ning o'rnida fizik kattaliklar keladi. Misol uchun eng ko'p uchraydigani deylik, koordinataning vaqtga bog'lanishi. Misol uchun x0 plus v0t plus at kvadrat taqsim 2 bo'lishi mumkin. X teng x0 plus v0 v0 emas, qanaqadir vt bo'lishi mumkin. X teng a sinus omega t bo'lishi mumkin. Xo'p, mana x ning tga bog'liqligi, x ning tga bog'liqligi, x ning tga bog'liqligi. Demak, hammasida x ning tga bog'liqligini ko'ryapsiz. Mana har xil funksiyalar. Ya'ni koordinataning vaqtga bog'liq funksiyasi. Endi bu ham bitta funksiya bo'ladi. Umuman olganda mana buni yozamiz, x ning vaqtga bog'liqlik funksiyasi. Xo'p, endi buni o'zgarish tezligini topish uchun biz aytamiz, o'zgarish tezligi o'sha funksiyadan olingan birinchi tartibli hosila bo'ladi. Endi tezlikni o'zgarishini tavsiflovchi kattalik tezlanish bo'ladi. Shuning uchun u tezlikdan yana bitta hosila bo'ladi. Va hokazo davom etadi. Bu boshqa kattaliklarga ham tegishli. Misol uchun bizda aytishimiz mumkin, kuch aytyaptik, qanaqadir a plus bt kvadrat qonuniyati bilan o'zgaryapti. Bu yerda nima bo'lyapti? Kuchning vaqtga bog'liqlik
funksiyasi. Mana shu narsa qanday o'zgaryapti deb savol qo'yish mumkin. Kuchdan bitta hosil olsak, kuchni o'zgarish tezligini ifodalab qoladi. Misol uchun, yoki bizda impuls berilgan bo'lsa, qanaqadir misol uchun a plus bt kvadrat Nyutonning ikkinchi qonuniga ko'ra dp taqsim dt bo'ladi. Ya'ni qaranglar, mana impulsni vaqt bo'yicha o'zgarishi kuchni berar ekan. Agar shu yerdan bitta hosil olsak, ikkita bt mana bunday bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim shunchaki, bu faqatgina masofaga tegishli narsa ekan deb o'ylab qolmaslik kerak. Misol uchun quvvat desak, quvvat n dA taqsim dt bo'lar. Xo'p, ishdan, ya'ni vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibli hosila. Har doim vaqt bo'yicha emas, misol uchun koordinata bo'yicha olingan hosila, burchak bo'yicha olingan hosila bo'yicha ba'zi bir kattaliklar kelishi mumkin. Endi yo'lga o'tsak uzoqroq, misol uchun, ya'ni aytsak, mana bu yerda qanaqadir A jism bor, daraxt bor. Biz buni sanoq jismi deymiz. Mana koordinata x. Endi bu ikkalasining orasidagi masofa deylik qanaqadir L ga teng va u vaqtga bog'liq. Chunki bu qayergadir harakat qilyapti daraxtga nisbatan. Deylik, daraxtga qarab kelyapti, qanaqadir harakat qilyapti. Xo'p, demak mana bu harakat yo'nalishi. Mana bu masofa vaqtga bog'liq bo'ladi. Tushunarli? Agar shu masofa vaqtga bog'liqlik funksiya bo'lsa, misol uchun L teng qanaqadir a plus b t kvadrat qonuniyat bilan vaqtga bog'langan bo'lsa, demak, mana bu a jismning tezligini topish so'ralayotgan bo'lsa, biz nima qilamiz? Mana shu masofani bitta hosila olsak, shu masofaning o'zgarish tezligini beradi. Demak, voyimiz L taqsim dt. Demak, bu beryapti bizga L masofaning o'zgarish tezligi. Xo'p, L masofaning o'zgarish tezligi nimani hisobiga o'zgaryapti? Daraxt qimirlamaydi sanoq sistemaga nisbatan. Demak, A jismning harakatini hisobiga bo'ladi desak, tezligi va bu tezlik A jismning tezligini ifodalaydi. Chunki boshqa narsa harakat qilmayapti. Mana bu L masofani o'zgarishiga sabab bo'layotgan narsa A jismning harakati. Demak, A jismni tezligi mana shu L masofaning o'zgarish tezligini ifodalar ekan yoki teskarisi. Xo'p, endi masalaga qaytamiz. Hop, mana bu yerda bizda masala bor. Ya'ni mana bunaqa linza. Ya'ni yig'uvchi linza. Mana bu yerda fokusi deylik. Mana bu yerda qandaydir jism turibdi va u v tezlik bilan deylik perpendikulyar ravishda yuqoriga qarab ko'tarilayotgan bo'lsa, uni tasviri taxminan mana bu yerda qanaqadir, mana bu masofa d desak, mana bu masofa deylik, mana bu tasvir. Xo'p, u bu tarafga qarab qanaqadir u tezlik bilan, ma'lum bilmaymiz, u tezlik bilan ketayotgan bo'lsin. Nima bo'ladi? Demak, u agar mana bu yergacha yursa, shuni qaytadan chizsam bo'lar ekan. Demak, mana
buyum mana bu yerga yetib keldi. Dedik yo'l bosdi. Mana bu yo'lni bosdi. Dedik shu yurgan yo'lini agar men qanaqadir hash desam, uni tasviri nima bo'ladi? Tasviri mana bu yerda turgandi. Mana masofada. Uni tasviri mana bu yerga keladi masalan. Katta hashga. Xo'p, endi mana bu jismni tezligi u deganda biz nimani nazarda tutamiz desak, hashni, mana bu hash masofani o'zgarish tezligi tasvirning o'zgarish tezligi bo'ladi. Tushunarlimi? Yana takrorlayman. Demak, hash yozaman. Hash masofaning o'zgarish tezligi demak, tasvirning tezligini beradi. Shu masala. Xo'p, endi hash masofaning o'zgarish tezligini qanday topaman desa, o'zgarish tezligi u deymiz. Shuni dh taqsim dt yoki hashdan vaqt bo'yicha olingan hosili bilan topamiz. Xo'p, endi hashdan vaqt bo'yicha olingan hosilani topish uchun men avval birinchi hashni o'zini topishim kerak. Davom etaman. Hashni qanday topamiz? Hashni bunaqa demak hash taqsim k degan k teng hash taqsim hash degan formulasi bor. Va u ham teng f taqsim d. Bu optika kursidan ma'lum. Hosiliga hech aloqasi yo'q. Optikadagi tayyor formula. Demak, endi bizga nima bo'ladi? Masalani berilganiga qaraganda buyum o'zgarmas tezlik bilan harakatlanadi. Buyum tezligi v konstant bo'lgani uchun kichkina hashimiz buyumni bosib o'tgan masofasi vt bo'ladi aniq. Mana masofa h teng vt ga teng. Chunki bu o'zgarmas tezlik bilan harakat qilyapti, bu aniq. F-chi. F o'zgaruvchi bo'ladimi, o'zgarmas? D-chi. D ham o'zgarmas. Xo'p. Va ularning orasida mana bunaqa bog'lanish bor. 1 taqsim D plus 1 taqsim F. Qiymatlar aniq. Ya'ni K aniq. Agar hashni topsam, katta hashni topsam, F taqsim D ko'paytirilgan kichkina hash bo'ladi. Endi men tasvirning tezligini topishim uchun boya aytgandim, hashdan vaqt bo'yicha birinchi tartibli hosil olishim kerak. Xo'p, hosil olsam F o'zgarmas, D o'zgarmas, hash o'zgaruvchi. Vt qonuniyati bilan o'zgaryapti. Demak, hosil olaman desam, F taqsim D o'zgarmas bo'lgancha tashqariga chiqib ketadi. Vt dan vaqt bo'yicha olingan hosil. Demak, bundan hosil olsak, F taqsim D ko'paygan, ya'ni K ko'paygan bo'lib qolyapti. Tushunarli? Xo'p, endi shu biroz boshqacharoq qilamiz. Masala shartini. Yana o'sha linza. Xo'p. F. Endi mana bu buyum v tezlik bilan linzaga qarab yursa, demak, mana bu tasvir tezligini toping degan savol qo'yildi. Xo'p, deylik, endi nima bo'ladi? Mana biz boshda masofani bilamiz. Deylik, shu boshda 2f ga teng yoki qanaqadir d0 ga teng. Birozdan keyincha mana bu yerga yetib kelganda, mana bu yerga yetib kelsa, mana bu d masofa. D masofa teng bo'ladi d0 minus vt ga. Chunki biz ixtiyoriy vaqtni tanlab olishimiz kerak. Endi shu paytda mana bu qanaqadir linzadan f masofada bo'ladi.
Demak, yana xuddi shu gap. Demak, buni tezligini topishim uchun, mana buni tezligini topishim uchun nima qilishim kerak? Demak, qaysi masofa o'zgaryapti? Mana bu kichkina f masofa o'zgaryapti. Tushunarli? Demak, agar f masofa o'zgarayotgan bo'lsa, mana bu tasvirning tezligini topishim uchun mana bu f ning o'zgarish tezligini topishim kerak. Demak, bu yerda f masofaning o'zgarishi tasvirning tezligini ifodalaydi. Xo'p, yaxshi, demak, u tasvirning tezligi df taqsim dt. Xo'p, demak, yoki f dan vaqt bo'yicha olingan birinchi tartibli hosilalar. Endi f ni topishim kerak. Davom etishim uchun f ni topishim kerak. Qanday topaman? Tushunarli, Linza formulasidan 1 taqsim f 1 taqsimda d bu yerda oniy koordinatasi, oniy masofa bo'lishi kerak. D nolni qo'yib bo'lmaydi, chunki d nol bo'lsa aniq qiymat chiqib qoladi. Xo'p, plus 1 taqsim f. F ni topsam bu yerdan f teng df taqsim d minus f. Yaxshi. Davom etamiz. Xo'p. Demak, f d ni o'rniga d0 minus vd f taqsim d0 minus vd minus f. Okey. Demak, mana f ning vaqtga bog'liqlik funksiyasi topildi. Endi undan bir hosil olsak, tezlik bo'ladi. Ya'ni tasvirning tezligi. Tushunarli? Mana shunday qilib masalalarda ishlash kerak. Boshqa narsani tezligini toping desa ham, o'sha o'zgarayotgan masofani topib olib, o'sha masofani o'zgarish tezligi o'sha jismning tezligiga teng bo'ladi. Shuni yodda saqlash kerak.